Salom barchaga aziz do'stlar. Bugungi matchlarimizni ham boshlab oldik. Bizda duo shaklida random o'yinlari boshlanmoqda. Bizda ikkita jamoa Fayoz va Arslon birinchi jamoa. Ularga qarshi Star Andijon va uning timiti Elyor fight amalga oshiradi. Qani bo'lmasa har ikkala jamoaga omad tilagan holda matchni sharhlashni boshlaymiz. Har ikkala komanda a'zolari random shaklda tanlab olindi. Star Andijon kattaroq amalga oshirmoqda va uni Fayoz hisobiga yozib qo'ymoqda. Hozirda Arslon ham birinchi ochkoni qo'lga kiritmoqda. Elyor o'ng tarafdan amalga oshirmoqda. Arslon hisobiga yozib qo'ymoqda. Mana shunday agressiv harakatlar bilan qizg'in o'yin boshlanmoqda do'stlar. Mana bunday noto'g'ri harakat tufayli fil yo'qotilmoqda. Fayozning komandasida katta ustunlik Arslonning hisobida hozir 4 ochko mavjud albatta. Fayoz harakatlanmoqda. Fayozga qo'shilmoqda aziz do'stlar. Sakkiz hisobi Star Andijon o'ng tarafdan yaqin holatda loyish holati va Fayoz bundan yaxshi foydalana oldi aziz do'stlar. Arslon chap tarafdan Elyorning lokatsiyasini qilgan holatda xatolik yuzaga keldi va mana bunday yo'qotilish. Arslon yo'qotilmoqda aziz do'stlar. Lekin jamoa ustunlik qilgan. Chap tarafdan har ikkala o'yinchi bitta nuqtada angar markazida Andijon Star Andijonning hisobida 10 ochko. Star Andijon va Elyor komandasiga kuch amalga oshirmoqda. Elyor Arslonni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Star Andijonning o'zini asosiylik bilan oshirmoqda. Loyish holati va yo'qotilish. Mana bunday chiroyli harakatlar bilan uni o'z hisobiga yozdi. Onun hareketi holatdagi Elyorning hisobiga qayd etmoqda. Uning hisobida 6 ochko. 6 daqiqadan ko'proq va jamoa chiroyli o'yin ko'rsatmoqda aziz do'stlar. Yaxshi cover qilib bermoqda Fayoz. Fayoz Star Andijonning hisobiga yozib qo'ymoqda. Va chap tomondan Elyor uni jazolanmoqda va hisobiga yozdi. Star Andijon lokatsiyalarda xatolikka yo'l qo'ymoqda do'stlar. Har ikkala o'yinchining stirmasiga burger o'rtasida qolib ketgan qishloqdek
yo'qotma. O'yin komandasi hozircha yaxshi o'yinchilar ajoyib qilmoqda va Andijonning yana bir gol surdi va mana bunday takliflar bilan chiroyli tim ishlab qolmoqda. Yirmayoq 11 ochkolar farqi. Andijon markazdan spreylarni uzatdi, to'g'ri lokatsiyaga uzatildi, lekin baribir mana shunday yutqazdi. Holat va Fayozni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Mana bu o'yinchilik ham o'z jamoasida hozir bunday ochiq holatda clutch va yaxshigina kill yozib qo'ydilar. Dushman tomonidan Elior yana chiroyli komandasiga qo'yib keldi. Andijon Fayozni osonlikcha bartaraf etdi. Fayoz Elior close holatdan chiqqan yuqoridan har ikkala jamoaning markazda Andijon Atlonni hisobiga yozib qo'ydi va tezlik bilan Fayoz o'z hisobiga qaytib ketmoqda. Orasida mana shunday chiroyli fight. Fayoz Eliorni o'z hisobiga qaytib ketmoqda va o'z jamoasiga mana shunday chiroyli team taqdim etmoqda. Andijonning holatida Fayozlar aslan bitta lokatsiyada ko'p qolib ketmoqda va mumkin start Andijon Aslon tomonidan yuborilmoqda. Elior Fayozning zonasi tomonda Arslonni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda holati va buni aslan kechirmaydi. Star Andijon mana bu vaqtda tezlik bilan o'z jamoadoshiga yordam berdi. Qaysi holatda yaxshi killni amalga oshirmoqda. Aslon tomonidan Elior yo'qib yuborilmoqda. Andijon Kloppen holatda qolib ketdi azizlar. Aslonning do'yishli holati va Elior bundan yaxshigina foydalanishi mumkin. Yo'q, aziz do'stlar, Aslon mana shunday holatdan chiqib ketdi va ikkinchi killga ulgurmadi. Yaxshi, Andijonning komandasida gollar soni o'sib bormoqda. Eliorning Andijonlar sizga e'tiborni qaratamiz. Markazdan Aslon va Andijonning faytini ko'rib o'tamiz va mana bunday tezkor reaksiya bilan Aslon uni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda albatta. Yuqoridan e'tibor qiladigan bo'lsak, har ikkita jamoaning harakatlanish pozitsiyalarini juda ham osonlikcha ko'rish mumkin.
O'yin yakunlanishiga bir necha soniyalar qolmoqda va hozir Star Andijon Fayozni mana shunday chiqish qilgani uchun jazolamoqda va hisobga yozib qo'ymoqda. Soniyadan kamroq va aziz do'stlar 3827 ochkolar farqi. O'yinimiz mana shu tempda yakunlanmoqda va Fayoz jamoasi g'alabani qo'lga kiritmoqda. Har ikkala jamoaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha